Assalomu alaykum Guli oshxonasini aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan 1 gramm go'sht qo'shmasdan shunaqangi mazali va barakali kotletlarni tayyorlaymiz. Demak, ishimizdan birinchi bo'lib 1 kosa grechkamizni yaxshilab yuvib, idishimizga solib, 2 kosa suv qo'yib, 1 choy qoshiq tuz solib, past olovga dimlab qo'yishdan boshlaymiz. Grechkamiz pishguncha boshqa masalliqlarni tayyorlab turamiz. Oddiy non yoki buxankaga shunaqa sutga to'rab uyutib qo'yamiz. 1 dona kartoshka, 1 dona piyozni shunaqangi mayda qirg'ichdan chiqarib, kotletga qiymasiga qo'shish uchun tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu arada grechkamiz pishib, shunaqangi yorilib, ishib chiqadi. Taxminan 5-20 daqiqalarda. Albatta siz bu arada qopqog'ini ochib, shunaqa yorilganini tekshirib turishingiz kerak. Uzog'i 25 minutda tayyor bo'ladi. Shunaqangi chopper idishimizga qaynab pishgan grechkalarimizni solib joylashtirib olamiz. Agar xohlasangiz sal sovishini kutsanglar bo'ladi. Men sal shoshinchligi uchun issiqligida sovordim. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan kartoshkamizni, qirg'ichdan chiqarilgan piyozimizni solamiz. So'ng 2 tuxum chaqamiz hamda boya uyutib, sutga uyutib qo'ygan nonlarimizni yaxshilab ustidan siqib olib, qiymamizga qo'shamiz. Hamda o'zimizga yoqqan ziravorlardan qo'shib, asosan tuz, sira va qo'shimcha aralash ziravorlardan qo'shib chopperni boshlashdan avval qopqog'ini yopishdan oldin albatta strich bilan tortib, so'ng qopqog'ini yoping. Shunda qopqoqqa hech qanaqa qayma tegib qolmaydi hamda uni yuvish umuman shart emas. Qopqog'ini yopamiz, chopper qilamiz va qo'limizni yog'lab, biroz qo'limizni yog'lab yokida muzli suvda ho'llab, so'ng kotletimizga shakllab berib, o'rta olovda qizib turgan tovimizga yog' solib, shunaqa ikki tarafini qizartirib pishirib olamiz. Siz o'ylaganingizdan ancha tez va oson, eng muhimi go'shtli kotlet bilan ta'mi birga bir o'xshab chiqadigan kotletimiz tayyor bo'ldi. Ikki tarafi qizarsa yetarli, demak u pishgan hisoblanadi, chunki uni tarkibida go'sht yo'q, o'sha kartoshka, piyoz albatta pishib ketadi. Shu sabab ko'p vaqtingizni olmaydi. Qizartirish ikki tarafiga 2-3 minutdan ketishi mumkin. Qarabsizki, yarim soatda 30 daqiqada sizda bir lagan kotletlar tayyor bo'ldi. Bu kotletlarni bemalol siz bifshtekslar uchun yoki yoniga kartoshka pyureni yoniga qo'yib tortsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi mazali kotletimiz tayyor. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiring. Har bitta fikrga javob qaytarishga va'da beraman. Kelasi manfaatli videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.